Assalomu alaykum hammaga, o'rtoqlar, yaxshimisizlar? Kuninglar xayrli, barakatli bo'lsin. Mana internetdan xudo xolisa obyektdamiz, Nazarbekda. Obyektda xudo xolisa ishni boshlab olamiz. Hop, tayyor birinchi qilgan yashamiz. Romli afshukalarni endi yechib, artishni boshladi hammasini. Mana chinni chiroqdek qilib, ideal qilib o'zimiz uyda artmaydigan romlarni ham obyektda lekin yalab yurib qo'yamiz. Mana oynadek qilib hammasini artib, tozalab egasiga topshiramiz. Buni obdon surtib, keyin yana boshqatdan salafan afshifka qilamiz bo'yoqdan oldin. Hamma xonalarni mana shunaqa artib chiqamiz. Mana ideal qilib mehr berib, birovni uyida mol bo'lgani o'zimiznikidek qilasirimiz mana. Falon pulga qo'yilgan romni hammasini akkuratni artib, ideal qilib egasiga topshiramiz. Bo'lgani buni afshifka qilinadi.